Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga taniqli aktrisa vafot etganligi haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun 25-dekabr kuni mashhur sovet va rus aktrisasi Vera Alentova Oskar mukofotiga sazovor bo'lgan Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi filmi qahramoni olamdan o'tdi. Rossiya xalq artisti 83 yoshda edi. Bu haqda Pushkin nomidagi teatr matbuot xizmati xabar berdi. Bugungacha Vera Alentova aktyor Anatoliy Lobochskiy bilan xayrlashuv marosimida o'zini noqulay his qilgan va tezkor ravishda shifoxonaga yotqizilgan. Ma'lumot uchun, Vera Alentova 1942-yilda Arxangelskiy viloyati Kolas shahrida tug'ilgan. 1961-yilda Moskvaga ko'chib o'tgan va Mahat maktab studiyasida Vasiliy Markov kursiga qabul qilingan. Shu yerda turmush o'rtog'i Vladimir Menshov bilan uchrashgan. 1965-yilda Moskva drama teatri AP Pushkin nomidagi truppasiga qabul qilingan va ana shu kungacha xizmat qilgan, deyiladi xabarda.